Tabiatning sehrli qayta tiklanishi haqida ma'lumotlarga egamisiz? Bu haqida bilmasangiz, bugungi ko'rsatuvimizni albatta kuzating. Insoniyat ming yillardan buyon tabiat bilan uyg'un holda yashaydi. Biz iste'mol qilayotgan barcha mahsulotlarimiz tabiatdan olinadi va chiqindilarni ham aynan tabiatga qaytarib beramiz. Urbanizatsiya va sanoat rivojlanishi sabab ko'plab chiqindilar nafaqat hayvonot va nabotot olami, balki insoniyatga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ammo bugungi kunda yosh tadqiqotchilarimiz, olimlarimiz ushbu chiqindilardan ham foydali va unumli mahsulotlar yaratishni maqsad qilishgan. Ona tabiat go'zalliklarini, betakror go'shalarini ko'rganingizda beixtiyor yaratguvchisiga shukrona keltirasiz. Ko'zlaringiz hayratdan yonadi. Ammo chiqindi bilan to'lgan yo'laklar, ko'chalar va bog'larni ko'rib, dilingiz xira bo'lishi tayin. Chiqindi qo'limizda turmasa bo'ldi. Uyimizda, hovlimizda, ko'chamizda turmasa bo'ldimi? Qarang, u qayerda va qanday ahvolda? Har bir inson o'zi chiqarayotgan chiqindisiga javobgar bo'lishini bugun zamon talab etmoqda. Aynan chiqindini boylikka yoki kerakli buyumga aylantirish uchun innovatsion g'oyalar yaratayotgan yoshlar bugun vohadoshlarimiz orasida ham bor. Biz har kuni hayotiy ehtiyoj sifatida taomlanamiz. Iste'mol qilganlarimizdan qolganini chiqitga chiqaramiz. Lekin uni tabiat va insoniyatga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida o'g'itlar olish imkoniyati borligini bilarmidingiz? Chiqindilardan unumli foydalanish maqsadida oziq-ovqat chiqindilaridan biz harorat ta'sir ettirib biochar olish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni biochar bu oziq-ovqat organik chiqindilarni qoldiqlarini yuqori harorat, ya'ni kislorodsiz sharoitda kuydirib olish natijasida olinadigan mahsulot hisoblanadi. O'zbekchasiga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilinganda bioko'mir deyiladi. Bu qishloq xo'jalik mahsulotlaridan yuqori hosil olish, sifatli hosil olishda, tuproqqa ishlov berishda qo'llaniladigan mahsulot hisoblanadi. Oziq-ovqat mahsulotlarining qoldiqlari, ya'ni maishiy chiqindilar, undan tashqari ishlatilmaydigan o'simlik qoldiqlar. Bu ishning asosiy maqsadi xomashyo sifatida o'sha organik chiqindilarni tanlaganmiz, ya'ni xomashyo ham arzon bo'lishi kerak va ko'p bo'lishi kerak. Maqsad shu. Endi maishiy chiqindilar bilasizki, qayta ishlanmaydi. Aksariyat holatlarda shahar sharoitida chiqindixonalarga tashlanadi. Endi qishloq sharoitida uni chorva mollariga yem sifatida berish ham mumkin, lekin shahar sharoitida uni chiqindi sifatida ishlatiladi. Shuning uchun bularni yig'ib bir joyda to'plab, quritib, bundan biochar olish ishlarini amalga oshirmoqchimiz kelajakda. Suhbatdoshimiz Furqat Qurbonov ilmiy izlanishlarni nafaqat maqolalarda aks ettirishni, balki yurtimizda yangilik sifatida kirib kelayotgan bu sohani takomillashtirishni maqsad qilmoqda. Suvni iqtisod qilish, o'simliklarning foydali jihatlarini saqlab qolish va eng muhimi, tabiatni asrash kutilayotgan natijalardandir. Qisqacha, o'g'itlash qishloq xo'jaligida nima uchun zarurligi haqida. O'g'itlar ildiz mevalilar va butagullilar oilasiga mansub o'simliklar ekiladigan maydonlarga beriladi. Ammo parvarishga muhtoj yerlarga chirigan gung yoki kompost bir tekis yaxshilab sepib chiqiladi. Ma'lumki, hamma xo'jaliklarda ham qishloq xo'jalik hayvonlari boqilaverilmaydi. Gungni sotib olish esa ancha qimmatga tushadi. Shu bois xo'jalik sharoitida o'simlik qoldiqlari va oshxona chiqindilaridan kompost tayyorlashni o'rganib olish maqsadga muvofiq. Biz ta'rif berayotgan biochar ham ana shunday kamchiqim va tabiatni asrashga xizmat qiladigan organik o'g'it hisoblanadi. Bu O'zbekiston sharoitida yangi ish hisoblanadi. Yaqin yillarda kirib keldi. Hali bu keng ommalashmagan. Dunyo bo'yicha bu sohada juda ko'plab ishlar qilinib, ayni biochar sohasida ko'plab ishlar amalga oshirilgan. Ya'ni tuproqlarga biocharni kompost bilan birgalikda qo'llash, biopreparatlar bilan aralashtirilib o'simliklarga berish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bunda tuproqni bu unumdorligini oshiradi. Dalalarda o'sayotgan qishloq xo'jalik ekinlarini hosildorligini oshirishga, suvni tejashga juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki bu o'zida sortsiya qilish xususiyatiga ega. Biocharning kimyoviy xususiyatini olib qaraydigan bo'lsak, bu sortsiya qiladi. Ya'ni oziq elementlarni o'zida ushlab turadi, suvni ushlab turadi. Ya'ni bu aynan bizda O'zbekiston sharoitida, ya'ni yog'ingarchiliklar kam bo'ladigan suv taqchil hududlarda asqotadi. Bizda bilasizki, yog'ingarchilik kam. Yildan yilga tobora yog'ingarchilik miqdori kamayib boryapti. Yog'ingarchilik miqdori kamaygandan keyin suvga ehtiyoj oshib boradi. Harorat oshgan sari suv bug'lanib ketaveradi. Agar biochar qo'llasak, o'sha suv tuproqda ushlanib turadi. Bu degani o'sha o'simliklarda suvga bo'lgan talabi oshib ketmasligi hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishingizni, amaliy ish jarayonlarini ham ko'rsatib bersangiz, qanday qilib aynan biochar olinadi chiqindi mahsulotlaridan? Mufilni pech deydi bu apparatimizni.
o'sha mufilli pechda daraxt qoldiqlari, ya'ni shox shabba qoldiqlaridan bechor olish ishini amalga oshiryapmiz. Ayni damda 500 gradus haroratga 1 soat vaqtga qo'yganmiz. Ya'ni bu hozir 431 gradusda turibdi. 500 ga yetganda o'sha 1 soat 500 gradusda ushlab turiladi. Bu jarayonda o'sha hozir ko'rishingiz mumkin, maxsus o'zini gazlari chiqyapti, kuyib bo'ladi. Ya'ni mana bu holatga ko'rinishga keladi. Endi men bu qo'limdagi oziq-ovqat qoldiqlaridan, maishiy chiqindilardan olingan bechor hisoblanadi mana. Mana shunday holatga ko'rinishga keladi. Biz bunga ishlov berib yoki ishlov bermagan holatda ham tuproqlarga qo'llasak bo'ladi. Bunga yuqorida aytganimizdek kompost bilan birgalikda yoki biopreparat bilan ishlov berib tuproqlarga qo'llasak bo'ladi. Bu albatta tuproqning unumdorligini oshishda, uning gumus miqdorini ortishiga sabab bo'ladi. Dastlab chiqindilarni boshqarish masalasining bugungi kunda global muammolardan biri ekanligi haqida. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab 2 milliard tonnadan ortiq maishiy chiqindi hosil bo'ladi. Shundan taxminan 33% to'g'ri qayta ishlanmaydi. Bu esa tabiatga katta zarar yetkazadi. Har yili 300 million tonna plastik idish ishlab chiqariladi. Shundan 8 million tonnasi okeanlarga tushadi. Bu dengiz hayvonlarining nobud bo'lishiga olib keladi. Chiqindilar to'planadigan joylarda yashovchi odamlar orasida saraton, nafas olish kasalliklari va infeksiyalar ko'paymoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, chiqindilar bilan bog'liq kasalliklar har yili millionlab odamlarning hayotiga zomin bo'ladi. Chiqindilarni to'g'ri boshqarish imkoni yo'q joylarda zararli moddalar tuproq va suvga kiradi. Masalan, chiqindi xonalarda hosil bo'ladigan filtrat suvlari yaqin atrofdagi suv resurslarini zaharlaydi. Bu esa o'simliklar va qishloq xo'jaligi rivojiga ham salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari orasida eng ko'p iste'mol qilinadigan sabzavotlardan biri bu kartoshka. Kartoshka yetishtirishda organik chiqindilar bilan o'g'itlash qanchalik darajada muhim? Biz Termiz davlat universiteti ekologiya va tuproqshunoslik kafedrasi professor o'qituvchilari hamda ustozlarimiz bilan birgalikda sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti bilan hamkorlikda tajribalarni olib boryapmiz. Asosan u hududda biz kartoshka hamda poliz ekinlari hamda pomidor o'simliklarini yetishtirish bo'yicha turli xil tajribalarni, tadqiqotlarni olib boryapmiz. Xususan hozirgi paytda kartoshka juda ham oziq-ovqat sohasida eng muhim bo'lgan o'simliklardan bittasi hisoblanadi. Kartoshkadan yuqori hosil olishda organik o'g'itlar, azotli o'g'itlar, bundan tashqari turli xil kaliy, fosfor o'g'itlarini me'yorida berish orqali hamda ular tarkibidagi nitrat miqdorini oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik asosida, demak, tadqiqotlar olib boryapmiz. Bugungi kunda kartoshka hosildorligi juda ham kamayib bormoqda. Bunga asosiy sabab tuproqlar unumdorligining yil sayin pasayib borishi. Asosan shu paytgacha 1 gektar maydondan 19-22 tonnagacha kartoshka olingan bo'lsa, biz kutayotgan natija asosan 1 gektar maydondan o'sha organik mineral o'g'itlarni me'yorida qo'llash orqali bulardan 24-26 tonnagacha hosil olish kutilyapti. Yurtimizda chiqindilarni boshqarish muhim ekologik masalalardan biri bo'lib, yiliga 14 million tonna chiqindi hosil bo'ladi, lekin ularning atiga 4-5% qayta ishlanadi. Ahamiyatlisi shundaki, ushbu chiqindilarning 80%ni organik moddalar tashkil qiladi. Demak, o'g'itlash uchun bu mahsulotlar qayta ishlansa, tabiiy kam chiqim 11 million tonnadan ortiq organik o'g'it sifatida qishloq xo'jaligi uchun tayyor o'g'it degani emasmi? Axir sabzavot va poliz mahsulotlari uchun bu biocharlar tabiiy ozuqa hisoblanadi. Mening ilmiy ishim bu pomidordan yuqori hosil yetishtirishda azotli o'g'itlarning me'yori. Bunda ham shunga bog'lab o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda mana shu pomidorning yuqori hosil yetishtirishda mineral o'g'itlar ishlatamiz. Lekin mineral o'g'it ishlatgan bilan birgalikda biz tuprog'imiz tarkibida organik modda ham bo'lishi kerak. Hech qachon masalan mineral o'g'itni o'zini qo'llagan taqdirimizda biz yuqori hosil ola olmasligimiz aniq. O'shaning uchun azaldan o'zimizning olimlarimiz ishlab kelishgan, ya'ni tuproqning tarkibida organik modda haqida. Demak, organik moddaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda insonlarning mana shu pomidorning qimmatli o'zining xususiyati, dietik ta'mi tufayli u jahonda hozirgi kunda keng miqyosda yetishtirib kelinmoqda. Jumladan o'zimizning O'zbekiston mintaqasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda sabzavot ekinlarining umumiy maydonining 40%ni hozirgi kunda pomidor mahsuloti tashkil etmoqda. Demak, aholini 4 faslda ham pomidor mahsuloti yetishtirish muammosi turibdi. Biz issiqxonada pomidor
pomidor yetishtirsak, insonlarni yilning istalgan muddatida ham pomidor bilan ta'minlay olamiz. Buning uchun biz albatta nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda, ya'ni issiqxonada pomidor yetishtirayotganda eng katta talab bu tuproqqa qo'yiladi. Ya'ni tuproqning tarkibidagi organik moddalar, ya'ni tuproqning o'zining unumdorligi hisoblanadi. Demak, biz mana shu qonun-qonuniyatga amal qilishimiz kerak. Buning uchun pomidor yetishtirayotganda albatta biz tuproqlarning tarkibini organik moddalar bilan boyitishimiz kerak. 1 gektar yerga, masalan, biz pomidor yetishtirmoqchi bo'lsak, bu yerda 40 tonnaga yaqin chirigan go'ng ishlatsak, biochar moddasini ham, ya'ni gektariga 15-30 tonna kiritishni hozirgi kunda biz o'zimizning ilmiy ishlarimizda amalga oshirib bormoqdamiz. Bu loyiha o'zini oqlamoqda. Ya'ni biz organik o'g'it bilan mineral o'g'itlarni birgalikda qo'llagan variantlarimizda, masalan, gektariga olinadigan hosildorlik 60 tonnaga, ya'ni 1 gektar yerda hosildorlik 60 tonnaga yetgan holatlari kuzatilmoqda. Bu albatta tuproqning tarkibidagi biz aytayotgan organik moddaga bog'liq jarayon hisoblanadi. Pomidorlardan yuqori hosil olish maqsadi bu tuproqlar, ya'ni pomidorga ham organik, ham mineral o'g'itlarni birgalikda qo'llash hisoblanadi. Tabiatni, atrof muhitni asrab avaylash umum insoniy qadriyat. Afsuski, oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deganidek, ko'pchilik atrofidagi go'zallik, tartibni qadriga yetmaydi. Bu esa atmosferaga ham zararli ta'sir ko'rsatadi. Chiqindilarni qayta ishlash esa ham iqtisodiy jihatdan foydali, ham tabiatni qo'riqlash uchun bir qadamdir. Bugungi kunda tuproq tarkibini o'zgarish sabablari bu borada transport vositalari juda ham yetakchi. Ya'ni qaysi ma'noda? Transport vositalaridan chiqadigan zaharli gazlar tabiiyki tuproq tarkibini ifloslanishiga sabab bo'ladi. Laboratoriyamizda mavjud maxsus qurilma, ya'ni gaz analizatorlari orqali transport vositalaridan chiqadigan zaharli gazlarni aniqlash imkoniyati mavjud. Jumladan hozir qo'limda aynan mana shu qurilma, ya'ni gaz analizatori. Bu qurilmani 2 xil ishlatish mumkin. Agar transport vositasidan aniqlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, bizga mana bu qo'shimcha qurilma kerak bo'ladi va bu qurilmani transport vositasini glushitiliga qo'yib, transport vositasidan chiqayotgan zaharli gazlarni me'yorini aniqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu yerda qurilmani bu qo'shimcha qurilmasiz ham ishlatish imkoniyati mavjud, ya'ni bu ochiq havoda. Chunki nafaqat transport vositalari, balki ochiq atrof muhitni boshqa turg'un manbalar ham ifloslanishi mumkin. Bunga sanoat korxonalari ham misol bo'la oladi. Bu esa tuproqning tabiiy tarkibini o'zgarishi tabiiyki uni hosildorlik, samaradorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlar chiqindilarni 85% ni qayta ishlashga yo'naltiradi. Biz nafas olayotgan havodan tabiat ham bahra oladi. O'simliklar va hayvonot olamiga ham salbiy ta'sirlarni kamaytirish uchun biocharlar olish muhim. To'g'ri, bu kichik laboratoriyada kam mahsulotlar ishlab chiqilmoqda. Lekin uni samarasini bilgan dehqonlar buyurtmalarga asosan ko'plab organik o'g'itlar tayyorlashni yosh tadqiqotchilar maqsad qilmoqda. Surxondaryo viloyatimizda lokal ekologik muammolardan hisoblangan chang bo'ronlardan olingan chang zarrachalarini mikroskopda o'rganib ko'rmoqdamiz. Harorat ta'sir ko'rsatib ko'ryapmiz. Haroratni minus darajada, plus darajada, ya'ni haroratga qizdirib ko'ryapmiz, sovutib ko'ryapmiz. Ya'ni chang zarrachalarni sovuqda qanday parchalanadi, issiqda qanday parchalanadi, o'shalarni hozir biz o'sha haroratga qo'yib, keyin mikroskopda parchalanish darajasini o'rganib ko'rmoqdamiz. Demak, bugungi kunda iqlim o'zgarishi, chang bo'ronlarining juda ham ko'p sodir bo'layotganiga eng asosiy sabablari va yechimlarini topish borasida biz mana shunday ishlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Tabiiy fanlar fakulteti ekologiya kafedrasi qoshidagi laboratoriyada mana shunday ishlarni amalga oshirish bilan birgalikda bularga yechim ham topish yuzasidan ko'pgina loyihalarni amalga oshirish, loyihalar ustida ishlash borasida ishlarni amalga oshirib bormoqdamiz. Demak, bu yerda chang zarrachalarining donodorlik darajasi bor. O'sha donodorlik darajasining issiqlik ta'sir ko'rsatganimizda qanday parchalanishi, sovuqlik ta'sir ko'rsatganimizda qanday parchalanishlarini o'rganib ko'rmoqdamiz. Nima uchun deganda, bugungi kunda o'sha global iqlim o'zgarish natijasida sodir bo'layotgan chang bo'ronlariga, ya'ni chang bo'ronlarining ko'payib borishiga iqlimning qanday ta'siri borliklarini biz o'sha mini muhitda o'rganib ko'rmoqdamiz. Chiqindilarni boshqarish, tabiatni himoya qilish va kelajak avlodga sog'lom muhit qoldirish muhim hisoblanadi. Bu kabi innovatsion texnologiyalar va tashabbuslar bilan harakat qilayotgan yosh ilmiy izlanuvchilar safi ko'payib boraversin.